Alo, assalomu alaykum, Sadam Murovich. Assalomu alaykum, qandaysizlar? Aqjol uzr. Ekosizlar. Eko. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshi, rahmat. O'zingiz qandaysizlar? Yaxshi, qo'lon medal sanarda Qirg'iz eliga, Qirg'izistonga sizlarga oltin qanday yaxshi ko'rib turamiz. O'shandaqdan ko'ngilingizda cho'g'irib boshinglarni yebegile. Eng negizgisi eli yurtinglarning sirman ketmasinlar bo'ldi. Cho'ng rahmat. Oltin medaldan ortiq oltin boshinglar ramon bo'lsin. Cho'ng rahmat, Sadam Murovich. Sportni yaxshi tushungan odamga aytayin, har doim ele yengish bo'lavermay, tartibli yengilada bilish kerak o'zi. Qirg'izdan balbonlarim biriyle Qirg'izistonga qo'shni өлкөлөр emas, dunyo juda yaxshi bilishadi. Ayriqcha sizlarni mana grek-rem kurash ko'rkini chiqargan chiqqan balbonlar qatori yaxshi taniydi, yaxshi siylashadi, bundan shuni unutmanglar. Cho'ng rahmat. Qo'ldan Dunyo sizlar mıhtılardan mıhtısı yerga elib tandalib o'tirib, kuchlashgan bu Olimpiada o'yinlarida 3-chi o'rinda farqli o'yin. O'shandaqdan qo'lga medal olib qoldim deb xafa bo'lishinglar kerak. Bari negizi Xudoyning qo'lida, shukurchilik keltirib savoqli bo'lsa, oldida dag'i dalay tinchaynashgan betteshlarga turib, nasıl tayyorlanib, maqtovlarni dalillab, oltin medallarni bag'indirishinglar kerak. Bunu sizlerden jalpı yurtlar chidamsizlik bilan kutib o'tadi. Olimpiadada qo'lo medal alışınlar bilen dagı bir jolu qutluklayman. Aldıda güreşe turgan balbonlarimizga menden salam aytыңlar. Allarga kepkengesiңерди aytып, dem güç berip turgular. Sizler Ayköl, Batır mana tutmuşlar. Bunu har daim esте чыгарбагыла. Biz sizler bilen sыймыктанабыз. Cho'ng rahmat, Aqjol Sadam Murovich. Eli jurtlarga Qirg'izistonga amon esen kelip aldılar. Cho'ng rahmat. Yo'ldoshlar qizil bo'lsin. Cho'ng rahmat, aytganingiz keldi. Xudoy buyursa oltindan bag'in topasiz.